Salom ehtiromli do'stlar. Bugun yakshanbada bozor kun. Shu sobiqda mardimlar aytadi ekan, oxir zamon bo'ldi, xayr barakat shahriga qoladi deb. Rosti shulay aytgani bir hisobga rosti. Qishloqqa edim. Bir muddatdan beri 1 soat ularga turib ham hech emas bir mutar kesaki shahar borsam. Shahar borgacha edim. Mutasifona mutar yo'q. 1 soatdan beri shaharga chiqdim. Odam vaqti zoya bo'ladi, u ham oyoq ustiga turib odam zilla bo'ladi. Shahar bo'lsa 5 daqiqa masraf navbati bozor, odam ishini hal qiladi haqiqatan. Yuring kapim. Qishloqda olim. Men nazarimda shu shaharda zindonligi ba'zi hisobga betar ekan. Har ish ham topiladi, har masrufiyat ham shaharga bo'ladi. Ham ala ularga odam bir mushkulot qolsa o'tar gapi guzarga jo'qti topiladi haqiqatan bir o'tar bir to'lmish bir bo'lib topiladi.